Qizim, bo'la qol. Qani og'iz yopadigan payt bo'lib qoldi. Mana bu duoni o'qiysan, og'zingni yopasan. Oyi, qornim to'ymadi. Qizim, shukr qilish kerak. Asosiysi yeyishga nonimiz bor. Odamlarda shu ham yo'q. Qani og'zingni yopa qol. Oyi, kechki iftorlikka nima ovqat yeymiz? Iftorlikka 10 ming so'm pulim bor. Hozir do'konga chiqib, bu narsa olib kelaman. Oyi, u menga nima beradi? 10 mingga kartoshka beradi, non beradi. Qizim, shukr qilish kerak. Rizq Allohdan, bolam. Xo'p, oyi. Qani qizim, idishlarni yig'ishtirib yuvib ol qani. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Olmaysiz nechi pul? 25 ming. Shundan 1 kilo olib bering. Buchi 15 ming. Men bo'lmaysiz-chi? U chirigan-ku. Mayli. 5 ming. Shundan 3 minglik bering. Xo'p. Keyin kartoshka ham berasiz. Bitta non berasiz. Xo'p. Mana. Sen uyingda roza tutib, xohlagan taomingni tanlab, mazza qilib yeyayotganingda qo'shning bir bechora yoki beva ayol saharlikka, iftorlikka nima yedi ekan deb o'ylab ko'rganmisan? Mana oyib keldim. Rahmat qizim, o'tir. Nega borni chirigan? Mayli qizim, boriga shukr qilish kerak. Allohim shuni berganiga shukr. Chirigan bo'lsa ham ustini archib tashlasang, ichi top-toza, mazza qilib yeysan, qizim. Xo'p, oyi. Eshikmi qizim? Bor chiqarachi? Hozir. Kim bo'ldi ekan? Alaykum assalom. Qizim, mana bular sizga. Ro'za Ramazoninglar muborak bo'lsin. Rahmat. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam dedilar: kimki ro'za oyida bir ro'zadorga iftorlik qilib bersa, gunohlari kechiriladi, jahannamdan ozod bo'ladi va o'sha ro'zadorga berilgan ajr mislicha ajrga ega bo'ladi.